Bir buvay o'zining 90 yoshga kirgan tug'ilgan kunida o'g'liga: "O'g'lim, bu soatni ayni vaqtda menga buvang sovg'a qilgan. Bu soatga taxminan 200 yilcha vaqt bo'ldi. Bu soatni men sen miras qilib qoldirishdan burun sen 3-ko'chadagi soat do'koniga berib kelgin. U yerga berib, mening bu soatni setib chiqardiganligimni aytgan. Baholtib qiymatini bilib boqayli." O'g'li nayda mayus holda qaytib kelib: "Dada, soatchi ustam bu soatni bak ko'ndirib ketibdi. Aralli $5 yaraydi deydi." "O'g'lim, undaq bo'lsa sen 6-ko'chadagi qahvaxonaga berib boqqin." O'g'li kulimsirginicha qaytib kelib: "Dada, bu soatni qahvaxona xo'jayini $20 bersangiz, do'konimga zinnat buyumi qatorida tizib qo'yay deydi." "O'g'lim, undaq bo'lsa yana Asar Atiqa do'koniga berib boqqin." O'g'li yugurib kelganicha xo'shal bo'lib: "Dada, Asar Atiqa xo'jayini bu soatni $120,000 ga baholadi." Dadasi yana: "O'g'lim, undaq bo'lsa sen yana muzeyxonaga berib boshlig'i bilan ko'rishib boqqin." O'g'li yugurgunicha qaytib kelib, duduqlab gapini topolmay qoldi. "Dada, bu soatni muzeyxona xo'jayini $1,800,000 qilib baholadi. Agar siz xohlasangiz, bahodi yana kelish boqadiganligini aytdi, dada," dedi. Dadasi o'g'liga: "O'g'lim, men bu orqali sana bir haqiqatni tushundirmoqchi. Bu soatning qimmati bilan odamning qimmati o'xshaydi. Sen to'g'ri bo'lgan o'rinda to'g'ri bo'lgan kishilar bilan aloqa qilsang, aningdan keyin sen haqiqiy qimmating hosil bo'lgan bo'ladi. Agar to'g'ri bo'lmagan o'rinda to'g'ri bo'lmagan kishilar bilan aloqa qilsang, vaqti kelganda sening hech qanday qimmating qolmaydi. Seni ular hech nimaga arzimas qilib yetadi, o'g'lim." Shuningdek, energiyasi sizdan to'van kishilar bo'lsa, sizdan gumonlanadi, sizga hasad qiladi va sizni inkor qiladi. Energiyasi siz bilan o'xshash kishilar bo'lsa, sizni yaxshi ko'radi, sizni muayyanlashtiradi, sizdan so'xlanishni biladi. Energiyasi sizdan yuqori kishilar bo'lsa, sizni tushunadi, sizga nisbatan keng qo'saq bo'ladi. Har qanday vaqtda sizga yar yo'lak bo'lib, sizni muvaffaqiyatga va haqiqiy baxtga erishtiradi. Şoň dostum, kişilik turmuşimizda özümüzni to'g'ri bo'lgan o'ringa, to'g'ri bo'lgan kishilar orasiga qo'yib, o'zimizning qimmati bilan yashaylik.抖音